Bir o'qishda 12-mi 13-kuni Yakın Toshkentga borib keldim, Toshkentdan kelib. Tovarga bordim endi, tovarga borib, onang endi burasi ochilib tezroq. Toshkentga Abuzahiga borib o'zimcha tovar tanlayman deb ketdim. Borib kelib ham topolmadik. Biz borgan vaqt уже soat 3 da yetib bordik Toshkentga. Toshkentda Abuzahida soat 3 gacha emas, obedgacha soda bo'lar ekan. Biz bilmaganmiz, sodani ishini bilmaganimizdan shunaqada. Qayerga kirishni bilmadik. Borib ulasini mashina platnik parkovkaga qo'yib, boshqa qilib, sekin aylanib, bu yoqqa qilib o'zimiz kelguncha vaqt o'tdi. Xullas kech oldi. Ashita gashsida qolamiz bo'ldi. Ertaga kelib ertadan hal qilamiz. Dushanba kuni ertalab chiqib ko'ramiz desak, dushanba kuni Abuzahi ishlamaydigan bo'lib ketgan. Endi u yerda bitta gashsi ham o'rtoq sotib 500 so'mdan bo'lsa, yakshanba qoladigan bo'lsak, dushanba ertalab turib ishimizni bitiradigan bo'lsak, chorshanba kunga, seshanba kuni aylanadigan bo'lsak, qolib ketamizmi? Payshanba ham shu yerda xullas kelonki 1,5 million so'm chista gashnisani o'ziga yemoq ichmog'imizga ham kishiga kuniga boringana 300 ming so'mdan ketsa, demak 900 ming 1 million pul bo'ladi suv narsalarimiz bilan. 2,5 million degandim desa aytganda, Toshkentda 3 kun yashab ketish. Shunday qaytib kelaverdik. Endi hozir mana o'qishga keldim, nasib. O'qishni hal qilaylikchi. Bugun oxirgi kunmikan, ertaga oxirgi kunmikan.